Nexia 2 legenda emas, Andva legenda. Qanotlarining kengligi 18 metr. Parraklarining diametri 360. Parraklarining qadami o'zgaruvchan. 9 silindrli yulduzsimon 1000 ot kuchiga ega bo'lgan dvigatel. Qanot va dumdagi boshqaruv qismlari to'liq mexanicheskiy. Tros va chagalar orqali uchuvchining jismoniy kuchi bilan boshqariladi. Hech qanday gidravlika va elektronika ishlatilmaganligi sababli dvigatel o'chib qolsa ham boshqaruv to'liq saqlanib qoladi. 1947-yildan beri ishlab chiqariladi. Eng uzoq davr 60 yil ishlab chiqarilgani uchun Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Konstruktor Antonov. Maksimal tezligi 250 km/soat. Minimal uchish tezligi esa diqqat 50 km/soatiga. Shu o'lchamdagi boshqa hech qaysi samolyot bunchalik past tezligida ucha olmaydi. Yoqilg'isi benzin, sarfi soatiga 130 litr. Yuqoridagi qanotlariga o'rnatilgan baklariga 1200 litr benzin sig'adi. Samolyotning uzunligi 12,40. Qanotlarining umumiy maydoni 71 kvadrat metr. Qanotlarini asosi metaldan qilingan, yuzasiga mato tortilgan. Mana bu yerda ozgina joyi ham qolibdi, mana mato. Shunaqangi mato tortilgan ustiga. Yuksiz vazni 3,5 tonna. 1,5 tonna yuk ko'tara oladi. Ekipaj 2 kishi. Yo'lovchi variantida 12 ta 14 ta odam olishi mumkin. Samolyot qo'nishi uchun beton aerodrom kerak emas. Shassisi maxsus tuproq aerodromlarga qo'nishga mo'ljallangan. 225 metrlik dala joyga ham qo'nishi mumkin. Dvigateli o'chib qolgan holatda 1 kilometr balandlikdan pasagingacha 10 kilometr masofaga uchib borib, xavfsiz qo'nishi mumkin. Dehqon xo'jaligida odam va yuk tashish uchun, parashyutchilar va uchuvchilarni o'rgatish uchun va boshqa maqsadlarda 30 dan oshiq davlatlarda hozirgacha ishlatilib keladi. Andva haqiqatan legenda.